ota Mario Puzo. Nyu-York shaharlari uxlaydi, lekin soyalar hech qachon uxlamaydi. Bir odam bor, uni hamma ota deb ataydi. Uning so'zi qonun, uning sukuti esa hukmdir. U adolat so'ramaydi, u adolatni beradi. O'z qoidalari bilan o'z dunyosida yashaydi. Cho'qintirgan ota roman voqealari 1945-55-yillar Nyu-Yorkda bo'lib o'tadi va Corleone oilasi italyan-amerikalik mafiya klani tarixini hikoya qiladi. Markazda Don Vito Corleone o'z hududida qat'iy qonunlar va shaxsiy sharaf kodeksi bilan hukmronlik qiluvchi kuchli va hurmatli sardor. Voqealar rivojlanishi bilan uning kenja o'g'li Michael urushdan qaytgan, oila ishlariga aralashishni istamagan yigit asta-sekin otasining o'rnini bosishga majbur bo'ladi va o'zi ham shafqatsiz kuch egasiga aylanadi. Romanda oilaviy sadoqat va qasos qonunlari, Amerika orzusining qorong'u tomoni, migrantlar qanday qilib jinoyat orqali kuch va mavqega erishgani, hokimiyat, ota-bola munosabatlar va axloqiy tanlovlar mavzusi, mafiya olamining ichki tuzilishi, omerta sukut qasami, hurmat va qo'rquv orqali boshqarish tasvirlanadi. Bu shunchaki jinoyat romani emas, balki hokimiyat kishini qanday o'zgartirishi haqidagi hikoyalardir. Jahon miqyosida millionlab nusxada sotilgan, keyinchalik Francis Ford Coppola tomonidan ekranlashtirilib, kino tarixining eng buyuk asarlaridan biriga aylangan, yovuz ishlar qilsalar-da o'quvchida hamdardlik uyg'otadigan real va ko'p qatlamli obrazlar. Puzo voqealarni tez, keskin va kinematografik tarzda hikoya qiladi. Shuning uchun kitobni bir o'tirishda o'qib tugatgingiz keladi. O'qing, biz tavsiya etamiz.